Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi darsimda Excel dasturida ChatGPT ni ishlatishni o'rgataman. Ya'ni ChatGPT saytiga kirmagan holda Excel dasturini o'zidan a, sun'iy intellektlarni hozirgi kunda eng oldi qatorida turgan ChatGPT ni bemalol ishlatib ketaverasizlar. Bu sizga juda ham zo'r imkoniyatlar ochadi deb umid qilaman. Doimiy Excel ishlatadiganlar uchun juda zo'r bonus bo'ladi. Bosh homiyimiz Koreyada o'qish va grantlar yutishda sizga yordam beradigan kompaniya Discovery Group. Ho'p, qani ketdik. Yangi Excel faylini ochib olaman. O'zi aslida buni ishlatish uchun sizga istalgan Excel fayli, oldin qilgan Excel faylini ochgan holatda ham ishlatib ketsanglar bo'ladi. Albatta yangi ochish shart emas. Men yangi ochib ishlatishni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Excelda ChatGPT deb nom qo'yib olaman faylimga va yangi Excel faylini ochdim. Xo'p, ishni nimadan boshlaymiz? Endi Excelda qismli bugun 29 dars o'tayotgan bo'lsam, Excelda 17 darsda Excelda nastroykilarni ishlatishni o'rgatgan edim. Ya'ni Excel dasturida yangi dasturchalarni o'rnatib ishlatish. Ya'ni Excelni qo'shimcha qurish mumkin, qo'shimcha dasturlar o'rnatish mumkin. Bu nastroykiga aralashtirmang. Ya'ni bu sozlamasi emas. Ya'ni Excelga qo'shimcha qo'shish. Biz yangi ChatGPTni qo'shamiz Excelni ichiga. O'zi mavjud emas va lekin bunda internetingiz yoniq bo'lishi kerak. Kompyuteringizda nastroyka ishlatish uchun Stavka bo'limiga o'tsanglar, mana "Получить настройки" va "Мои настройки" degan tugmalar bor. "Мои настройки"da oldin o'rnatgan nastroyka, ya'ni dasturchalaringiz bo'ladi buning ichida mana. Men aynan 17 dars uchun mana shu qo'shimcha dasturlar o'rnatib ishlatib ko'rsatib bergan edim. Masalan, QR kod yasaydigan nastroyka bor. Sotsialniy grafiklar yasaydigan, Bing xaritalarini ishlatish, Google Translate ishlatish va kalendar ishlatish uchun mana qo'shimcha dasturchalar o'rnatib ishlatganman. Bu xuddi telefoningizdagi Play Market ishlatgandek ishlaydi. Juda ham sodda ishlatish. Bu qiyin emas hech qanaqa. Xo'p, endi qarang. Bu My Nastroyki'da faqat siz o'rnatgan dasturlar chiqadi. Siz o'rnatmaganingiz My Nastroyki'da bo'lmaydi. Siz yangi o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mana "Получить настройки'ni bosasiz tepasidagi. Va mana sizni Play Market'ga kirgandek holat paydo bo'ladi. Ya'ni sizga turli dasturlarni taqdim qiladi. Bu yerda turlariga qarab joylashadi dasturlar. Mana har xil analitika bo'yicha, vizualizatsiya bo'yicha va boshqa turlar, CRM bo'yicha masalan shu turlarga kirsangiz, shunga oid bo'lgan dasturlar chiqadi. Masalan, mana Wikipedia ham bor ekan, Microsoft Visio, boshqa. Endi siz bu joyda endi bunaqa qidirmasdan poyezd joyiga o'ziga kerakli dasturni nomini yozasiz. ChatGPT deb to'g'ri yozishingiz kerak. Yozilishi chat GPT yoziladi. J yozilmaydi. Chat GPT yozib Enter'a bosasiz va ChatGPTga oid nastroykilar chiqadi. Masalan, Numeroid degan sun'iy intellekt bor ekan. Mana bizga keragi o'zi mana bu ikkinchida turgan ChatGPT for Excel o'rnatib olishimiz kerak. Mana boshqa avtopilot yoki Ghostwriterlar bor ekan. Bular ham hammasi sun'iy intellekt bilan ishlaydigan dasturlar. Endi qarang, ChatGPT for Excelga добавить bosasiz mana shartlarni qabul qilib продолжить bosasiz va bu sizni Excel'ingizda mana главный bo'limida qo'shimcha tugma bo'lib ochiladi. Ya'ni mana Excel'da главный bo'limida tursangiz, mana bu qismda knopka bo'lib ochiladi, ko'ramiz hozir. Hozir mana stavka My настройкиga kirsam, mana qo'shilib qoldi. E'tibor bering, ChatGPT for Excel. Lekin nimagadir mana bu yerda chiqmadi. Hozir ko'ramiz. Sekin-astalik bilan chiqqan edi o'tgan safar ham. Stavkadan My настройкиdan ChatGPT for Excel добавить qilib qo'shib olaylik, mayli. My настройкиga tushdi. Добавить qilamiz. Mana добавить qilgandan keyin My настройкиdan mana tushar ekan, главный bo'limida mana alohida knopka bo'lib tushdi. Buni bossangiz, buni alohida o'zini oynasi ochiladi. Mana bu knopkalarni bossangiz, YouTube'dagi video darslariga o'tib ketadi. Keyin bu qismda mana sizga pulli versiyasini taklif qiladi, ya'ni ChatGPT 4, ChatGPT 3.5 turbolarda ishlatish.
ChatGPT unaqa ham ko'p ishi tushmaydigan ustiga mukammal, juda ham mukammal variantda kerak bo'lmasa, tekin versiya ChatGPT 3.5 ni o'zini versiyasi ham bemalol yetarli bo'ladi. No, umuman olganda bu knopkani bosib ishlatish shart emas. Bunda ishlatadigan sun'iy intellekt qismlari, funksiyalari bizga Excelga formula bo'lib tushib qolgan bo'ladi. Ya'ni tengni bosib AI deb yozsanglar, mana bu 7 ta formula bizga yangi qo'shildi. Bu formulalar bu ChatGPT nastroykasini o'rnatmasdan oldin sizda yo'q edi Excelingizda. O'rnatmagan bo'lsangiz tekshirib ko'ring, teng AI deb yozib ko'ring. Hech qanaqa formula chiqmaydi. Buni o'rnatgandan keyin mana AI est, AI extract, AI file, AI format, AI list, AI table, AI translate kabi 7 ta formula qo'shiladi. Bu formulalarni ishlatishda endi aynan men IS'ga o'rgataman birinchi bo'lib. Bu bizni ChatGPT bilan yozishganimizda bizga javob beradigan qismi aynan shu formula hisoblanadi. Xo'p, masalan, endi qarang, A1 ni sal kengaytirgan holatda mana shu holat yetadi. B1 ham mana ma'lumot kengaytiraman va qarang, shu joyda masalan A'dan A15dan B15gacha kursorga olgan holda global bo'limida mana ABCga mana pastrilka ko'rsatilgani bor, перенос tekst ya'ni. Shuni bir marta bosib qo'yaman, tekstlarim pastga ko'chishni boshlaydi. Ya'ni bu yoqqa boshqa yacheykalarga o'tib ketib qolmaydi. Endi A1ga yozaman. Masalan, e, avtomobil sotuvi to'g'risida reklama postini tayyorlab ber deb qo'yaman mana A1. Endi qarang, B1ga teng qo'yaman AI shu formulani yozaman va yacheykani ko'rsatishingiz kerak. Qaysi yacheykadagi buyruqni bunga eshittiramiz. Ya'ni A1 bosib, qavs yopasiz, mana enter'a bosasiz. Mana bu yozuv chiqadi. Bu xatolik degani emas, bu kuting degani. Ya'ni zaпрос ketdi va mana bizda chiqdi. Hozir qarang. Mana bu joyda menimcha oshiraman, mana sig'mayapti postim. Mana endi juda ham ko'p gapirgan bu. Mana tabriklayman. Avtomobil sotuvi to'g'risida reklama posti tayyorlash uchun quyidagi ko'rsatmalarni amalga oshiring. Avtomobil eng muhim xususiyatlari, yutuqlar, xususiyat, narx, boshqa haqida ma'lumot bering, mijozlarni qiziqtiring. Sotuvchi kompaniyaning ismi, manzili, sotuvchi kompaniya aloqa ma'lumotlari, reklama matni yuqori ma'lumotda to'g'ri ko'rsatish, reklama postini to'g'ri va sodda shaklda yozing. Mijozlarni qiziqtirish uchun rangli va to'qnashgan tasvirlarni qo'llang. Reklama postini ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, Facebook, Telegram va boshqa tarqatishni unutmang. Reklama posti tayyorlangandan so'ng uni samaradorligini tekshirib ko'rishni ham unutmang. Muvaffaqiyatlar tilab qolyapti bizga. Ko'ryapsiz, bu joyda nimaga endi umumiy gaplar desangiz, o'zi umuman ChatGPT umumiy gaplarda gaplashishni yaxshi ko'radi, chunki juda ko'p joyga to'g'ri tushishi uchun. Lekin biz aynan o'zimizni gapimiz ham umumiy bo'lgani uchun shunaqa narsa sodir bo'ldi. Ya'ni biz aynan modelni taklif qilmadik. Masalan, avtomobil sotuvi emas, Kia K5 2023 avtomobili sotuvi to'g'risida reklama postini tayyorlab, imlo xatolar qaranglar. Tayyorlab ber deganimizda boshqacha bo'lardi. Mana Kia K5 2023 avtomobil sotuvi to'g'risida reklama postini tayyorlab ber deb berdim. Mana endi qarang, boshqacha. Tabriklayman, 2023-yilning yangi Kia K5 modeli haqida reklama postini quyidagi shaklda tayyorlab olishingiz mumkin. Kia K5 2023 eng sovuq endi kakano, muz beryapti. Bu joyda bizda o'zbekchaga translate ozroq xato ketadi. Bu o'qib to'g'rilab olishingiz kerak. Eng zo'r dizayn va eng yaxshi texnologiyalar bir anaqada deyapti. Bu avtomobil sizni hayratga qoldiradigan yangi dizayn va kuchli motori bilan sizni qiziqtiradigan harakatga chaqiradi. Endi siz ham Kia K5 2023 sotib oling va hayotingizga yangi rang bering. Umid qilamiz, bu sizga yordam beradi. Ko'ryapsizmi? Sizga reklama post tayyorlab berdi. Endi ozroq tekstlarni to'g'rilab olasiz, ma'nosini. Bu juda ham zo'r. Endi qarang. Xo'p, bu reklama posti emas, endi bu ChatGPTda o'zingiz savollaringizga javob olishingiz mumkin. Istalgan juda ko'p narsa qilsa bo'ladi. Masalan, oddiy tarixiy savollardan beramiz endi. Excel dasturini tarixi.
deyman Excel dasturi haqida. Excel dasturini tarixini chiqarib beradi. Endi men boshqa dasturlarni ham birgalikda olib ketib, buni birdaniga chiqarishga ko'rsatib bermoqchiman. Excel dasturi men 85-yil Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan. U shu paytdan boshlab dunyoning eng mashhur elektron jadval platformalaridan biri. Hozirgi kunda ko'plab ish sohasida qo'llanilmoqda. Excel jadval yaratish, ma'lumotlarni tahlil qilish, grafik yaratish va boshqa ko'plab amallarni bajarish uchun foydalaniladi. Excelning o'zgaruvchanligi va qulayligi uning ko'p foydalanuvchilari tomonidan seviladi. Gap so'z yo'q. Excel sevuvchilar qatorida men o'zim ham borman va bu videoni ko'rib turganlarni bir 70% shunaqa deb o'ylayman. Endi qarang. Endi boshqa masalan Word, Access dasturlarini so'ramoqchi bo'lsangiz, albatta Microsoft so'zini qo'shib yozing, chunki Word inglizchada so'z, Access xavfsizlik, shunaqa tarjima bo'lib qoladi. Bu sizda dasturligini tushunmay qoladi. Microsoft Word dasturi tarixi intera bosaman. Microsoft Access. Imlo xatolarsiz yozishga harakat qiling, chunki bu o'zi tarjima qilib qiladi. Shu tarjima xatolik kelib chiqib, siz javobingizga to'g'ri javob chiqmasligi mumkin. Word bilan Access tarixini ham bilmoqchi bo'lsak, endi qarang, mana bu formula bor-ku, IES formulasi. Biz shu formulani qaytadan yozib chiqmasdan, mana shunday qora nuqta bilan pastga tortib qo'ysak, bularga ham javob olamiz. Mana Word va Access ham tarix kelib chiqdi. Word 83-yilda, Access 92-yilda Office paketiga qo'shilgan ekan. Mana Word bugungi kunda eng mashhur matn muharriri sifatida dunyoda keng tarqalgan matn yozish, tahrir qilish, formatlash va boshqa amallar bajarish uchun ishlatilinadi. Access Office paketining bir qismi sifatida ishlaydi. Ko'p tashkilot va foydalanuvchilar tomonidan ma'lumotlar bazasini yaratish uchun ishlatilinadi. Ma'lumotlar bazasini yaratish, boshqarish va tahlil qilish imkoniyatlarini beradi. Mana juda zo'r javoblar. Va shu ko'rinishda ishlatishingiz mumkin. Endi video dars juda ham cho'zilib ketmasligi uchun men video darslarni shu joyda to'xtataman. Siz agar bu darsga qiziqish kuchli bo'lgan bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiring. Men masalan biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan mana qolgan A extract, A file, A format kabi 7 ta qolgan 6 ta ko'rsatilmagan formulalarni ko'rsatib berish va boshqa masalan nastroykisiz ChatGPTni o'zini avtomatik ulagan holda boshqacha yo'llar bilan ham ChatGPTni ishlatishni ko'rsatib berishim mumkin. Bu video darsni davomi chiqishi mumkin. Agar sizga qiziq bo'lsa, kommentda fikrlaringizni qoldiring. Video darsni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Hammaga sog' salomat bo'linglar.